Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed Resulullah. Hayya alas-salah. Behbudiy afandining shahid bo'lganiga ancha yillar to'lib kelayotgan bo'lsa ham, bugungacha uning to'la tarjimai holi yozilmadi. Sening isming Mahmud Xo'ja. Sening isming Mahmud Xo'ja. Sening isming Mahmud Xo'ja. Behbudiyni shunday tarbiya qilishadiki, u tez orada Qur'onni yodlab oladi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Biz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Xalqimizga hurriyat ber, ya Allohim. Allohu akbar. Assalomu alaykum otajon. Va alaykum assalom o'g'lim. Keling. Otajon. Marhamat. Behbudiyning har bitta berayotgan savollariga otasi donolik bilan javob berardi. Hurriyat bu ozodlik o'g'lim. Masalan, bir qushni qafasga qamab qo'ysang, uni erkini tortib olgan bo'lasan. Xohlagan shoxiga qo'na olmaydi. Xohlagan buloqdan suv icha olmaydi. Qani o'g'lim, nima qilyapsiz? Qushlarni qo'yib yubordi. Barakalla o'g'lim. Qani endi millatimizni hurriyatini ham qaytarish shunchalik oson bo'lsa. Mahmudxo'ja Behbudiy millat dardi, qayg'usi bilan dunyo yuzini ko'rdi. Imom oilasida ko'rgan tarbiya unda vatanparvarlik ruhini uyg'otdi.